Jahon mana yumshoq balon ekana. Как раз aka mana shu yumshoq balon deganingizga. Bizda mana Altigon, Tercel, GoPro balonlar turibdi, misol uchun. Largo, Prospero Bor. Mijozlar kelyapti, so'rayotgani Zittoravon, Charmxo, Masafa bo'yapti. Shunga bizga tushuncha bering, ular yaxshimi yo bu yaxshimi? Aka ukalar, bitta narsa aytaman, hammasini olib kelganmiz. U Charmxo'dan ham bor, Masafadan ham bor. Aytmoqchi bo'lganim, turib Masafa, Charmxo hammasi bular Xitoy mahsulotlari, aka ukalar. Xitoy mahsulot O'zbekistonga ishlab chiqaryapti. Bularda nimagaki, sezonni, ular ham sezonni, bu ham sezonni. Xitoy aslida butun dunyoda letniy balon bor, qishki balon bor. Lekin Xitoy imенно O'zbekiston uchun sezonni balon ishlab chiqaryapti. Chunki bizada qish kamroq bo'lgan sababi. Men sizlar uchun aytmoqchiman, hamma balonni to'g'ri, ba'zi bir balonlarni kachishmasi yaxshi emas bo'ladi. Lekin kachishmasi yaxshi emas balonni sraz yurganinglarda sezasizlar. Men sizlar uchun mana shu aytilgan Altigon, Largo balonlaridan mana shunaqa yaxshi balonlardan olib kelib qo'ygan, xuddi o'shalarni effektini beradigan bir xil material, bir xil просто nomi boshqa balonlardan olib kelingan. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Tushunarli.